29-savol. Raqamlarda berilgan javoblarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. Birinchi raqamda malaxit mineral tarkibida mis elementi mavjud emas debdi. Malaxitda mis elementi mavjud. Mis 2 gidroksokarbonat tuzi hisoblanadi, ya'ni asosli tuz. Tarkibida mis borligi uchun bu xato javob bo'ladi. Mis mavjud emas deb qo'ygan uchun xato javob birinchisi. Ikkinchi javob, mis 2 oksid tarkibidagi kislorod massa ulushi mis 1 oksid tarkibidagi kislorod massa ulushidan katta debdi. Mis 2 oksidi mis O yoziladi. Kislorod massa ulushini topish uchun kislorod 16 massani umumiy massa 80 ga bo'lish kerak. Mis 1 oksid esa mis 2 O yoziladi. Bu yerda kislorod massa ulushini topish uchun 16 massani mis 1 oksid umumiy molar massasi 144 ga bo'lish kerak. Shunda rostdan ham mana bu yerda katta son chiqadi. Shunda surat bir xil bo'lgan sonlarda mahraji katta bo'lsa, bu kichik son, bu mahraji kichigi katta son hisoblanadi. Shunda yozibdi, mis 2 oksid tarkibidagi kislorod massa ulushi mis 1 oksiddagi kislorod massa ulushidan katta debdi. Rostdan ham mana bu taraf katta. Shuning uchun ikkinchi javob to'g'ri javob hisoblanadi. Zar suvida 3 mol xlorid 1 mol nitrat. Oltin zar suvida eriydi debdi. To'g'ri. Oltinga zar suv ta'sir ettirilsa, 3 mol xlorid bilan xlorid kislota bilan 1 mol nitrat kislota ta'sir ettirilsa, bu yerda kelib chiqadi oltin 3 xlorid, oltin 3 xlorid, azot 2 oksidi va suv kelib chiqadi. Zar suv ikkita metalni erita oladi. Passiv metallar, kislotada erimaydigan metallar ichida oltin va platinani erita oladi. Platinada platina 4 xlorid bo'lib qoladi, bu yoq inova suv chiqadi. Shu zar suvda eriydi. Demak, 3-javob ham to'g'ri javob hisoblanadi. 4-javob, kumush va misdan iborat qotishmada elektrokimyoviy korroziyalanish vaqtida mis katod sifatida ishtirok etadi debdi. Demak, kumush va misli qotishmalar elektrokimyoviy korroziyaga uchraydi rostdan ham. Elektrokimyoviy korroziya nima desa, ikkita metal bir-biriga kontaktda tegib turgan holatda passivrog'i katod sifatida bo'lib qoladi, aktivrog'i nisbatan anod sifatida bo'lib qoladi. Anod birinchi yemiriladi deyiladi. Bu yerda kumush bilan misdan kumush passivroq bo'lgani uchun kumush katod bo'ladi, mis esa anod vazifasini bajaradi. Shunda mis birinchi yemiriladi. Bu yerda mis katod sifatida ishtirok etadi degan uchun, demak bu javob xato javob bo'ladi. Demak, mana bu 4-javob xato javob. Demak, to'g'ri javoblar 2 bilan 3 to'g'ri javoblarga 2 bilan 3 ni yozamiz. 1 bilan 4 ni esa xato javoblarga yozamiz. Shunda javob to'g'ri bo'ladi.